bizning haqiqiy yulduzlar bor-ku. O'sha Shomurodov, Masharipov, Fayzullayev, O'runov, Shukurov, Hamrobekov. Oldingi chizig'imiz juda muhim. Bular to'pni ushlab berish kerak. Bular birinchi to'lqinni o'ziga qabul qilish kerak. Himoyaga kamroq bosim. Qanchalik ularning ishi o'xshasa, shunchalik ishimiz umumiy yengillashadi, osonlashadi. Odamlar asab qilmaydi. Hozir o'zi hamma magnit bo'ronlari hamma boshi og'riydi. Juda chatoq bo'lyapti. Bir hafta o'tgandan beri. O'shancha iltimos yigitlar shu. Kecha kim nechinchi sekundda urdi-ku Atletika. Shu boshidan hal qiling. O'zi 9 da boshlanadigan o'yin. 20 sekund. 9 da iftordan keyin. Asab qilib uni iltimos. 120 daqiqa bir uni ushlasanglar. 15-minutda bo'ldi deb Eronni o'ylash boshlaylik. Uyga ketaylik deng. Tinchgina qo'yinglar. Timur Kapadze, iltimos. Nima qilsanglar qilinglar, ish qilib asab qilmanglar. O'zi shunday ham hayot qiyin. Hamma boshda krediti bor.